Oh, mana ishimni ham bitirib oldim. Endi fonar yoqayichi ishlarimizni ishlamadi-ku. Ishlamadikina. Demak buni sindirib turib bu yerga qo'yish kerak. Ana ishladi ko'ryapsiz. Yes. Stop. Ya men uyimga nima qildi? Do'stlar, men uyimga nima qildi? Chaqmoq urdimi? Yepil. Chaqmoq urdi do'stlar. Men uyimga nima qildi? Yo'lga qurgan edim-ku. Nima bo'ldi? Men qurilish ishlarida men xatolik qilmagandim-ku, nimaga uyim buzilib ketdi?